Uyda notinchlik bo'lar ekan, erkak aybdor. Biz aybdor, bilib qo'yinglar, ayol aybdor emas. Chunki ayol gapiraveradi. Ular bir ojiza bir nima. Biz siyosat qilishni o'rgan. Birinchidan tilimiz shirin bo'lishi kerak. So'kish degan narsani. Mana namozga kelganlar so'kiladi. Astag'firulloh. O'zingni nikohlab olgan xotiningni shunaqa so'kasan. Qanaqasan insonmisan sen? Undan chiqqan endi urushga ham o'tib qopti yaqinda bolalar. Xotinni urasmi, bola tug'ib bergan xotin? La ilaha illalloh. Xotin kishini urgan kishi nomard bo'ladi. Ming jahli chiqsa ham urmang, uni urmang. U sizning xotiningiz u. Sekin bir yaxshi bo'lib qoladi u sekin. Yaxshi gap bo'lsa o'zi urushga olib bormaydi. Yaxshi gapirish kerak, yaxshi gap. Hammasi tilda bog'liq. Tilimizni shirin qilaylik bo'ldi, hamma masala hal bo'ladi. Biz o'zimizga qandaydir nima qo'yamizda, ayniqsa ayol kishini so'kish, urish bundan to'xta. Mana kecha bitta ona aytayaptilar. O'g'lim